Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, inson ovqatsiz bir necha kun yashay oladi, lekin suvsiz yashashi juda qiyin. Bizning organizmning asosiy qismi ham suvdan tashkil qilgani uchun biz suvga muhtojmiz. Semirib ketayotganlarning aksariyatida bir muammo mavjudligi aniqlandi. Ular organizmini suvga bo'lgan ehtiyojini ovqat bilan qoplar ekanlar. Insonlar chanqoq bosganligi haqidagi impulsni qorin ochdi deb noto'g'ri qabul qilib, ovqat yeyishga intiladilar. Aslida o'sha payt bir stakan toza suv ichilsa, qorin ochganlik hissi bir zumda yo'q bo'ladi yoki kamayadi. Kuniga 3-5 mahal ovqatlanish norma hisoblanadi. Bu tartibda me'yor bilan yeyilsa, semirish juda qiyin. Semirish ko'pincha ora-orada ham bir nima yeganlik uchun yuzaga keladi. Bu oddiy meva yoki yong'oq bo'lgani bilan qo'shimcha kaloriya ekanligini unutmaslik kerak. Ana shunday ora-oralarda bir nima yeb olish ehtiyoji paydo bo'lganida suyuqlik ichish kerak. Chunki oradagi ovqatga bo'lgan ehtiyoj aslida suyuqlikka bo'lgan ehtiyojdir. Organizm ovqatga muhtoj ekanligini namoyon qilishi uchun kamida 5-6 soat ovqatsiz yurish kerak. Lekin har 1-2 soatda organizmning bir nima tusashi uning suyuqlikka muhtoj ekanligidan dalolat beradi. Bemahalda qorin ochsa, olma, danak, uzum yoki qatiq yeb olishga shoshilmang. Siz chanqayapsiz. Kamida 1 stakan suv ichib olib ko'rsangiz, bir nima yeb olish niyatingiz yo'qqa chiqadi.